Ta'ziya. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov vafot etdi. Bugun o'zbek san'ati va kulgu olami og'ir judolikka uchradi. Ko'plab muxlislar mehrini qozongan iqtidorli san'atkor, dizayn shou jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekov olamdan o'tdi. Marhum o'zining betakror hazillari va samimiyligi bilan xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan edi. Uning vafoti nafaqat oilasi, balki butun san'at ahli va minglab muxlislari uchun kutilmagan va katta yo'qotish bo'ldi. Alloh marhumni o'z rahmatiga olsin. Joylarini jannatdan qilsin. Sabr bersin. Inna lillah va inna ilayhi rojiun.